Ovatdim qarang. Chiroq o'chgan ovatdim. Assalomu alaykum. Sizlar. Ishlarni mana boshladik. Qaytek bo'layotgani uchun mana sirifni ichiga tiqib ketamiz. Mana turbalarni joyini kesib. Bu yo'lga yog'ochli mebelni rang kiradi. Xudo xolisa. Mana uni karkaslarini qildik. Baqvat bo'lgan mashina. Endi sizlar ko'ryaptimi bilmadim. Boshladim Rustam? Bismillah. Mana qattaligimizni yesish mana. Rasat. Bismillah qani. Holatda keturamiz. Negativli bor Rustam? Yo'q. Bitta joyda 150 video olasizmi? Bu nima farqi bor? To'g'ri. Video qo'ysang ham bir bola, qo'ymasang ham bir bola. Bilmadim, men ishlasa qo'ymasamligini. Ishim bo'lmaydi. Hozir xotir oling. Negativga qarabmi? Undan ko'ra negativlarga aqallat qilish kerak emas. Hozir. Bilmayman, vaqt qo'yishdi, to'g'ri. Bitta joyda 100 ta video, bir kunda 5 ta reels qo'yasiz. Bunaqa qo'yaveradi nima bor bo'ldi? Blogerlar qo'yapti, bo'ladi bo'lmas narsasi. Shaytonlar. Muxlislar bor. Bir ikkita muxlislarim bor o'zimga yarasha. Shuni so'rayapti-da, aka qo'ying video. Deganligi uchun qo'ying. Mana shu syomka qilayotgan ochki 250 dollar turadi. Telefonni olmaymiz, mana telefonni olsam bitta qo'limda telefon bo'lishi kerak. Kamerali ochkini videoga olyapti. Bekorga olmaganman bu ochkini. Nima deysanlar? Ha, o'zinglar suhbatinglar. Xos. Ber. Xudo xolisa. Shuni zo'r ketyapti. O'zaro deysan-da? Miyagi. Hozir.